Bu sertifikatda ism familiyamiz yozilgan bizgami bu? Shu joyda boshqalar kesib olamiz. Shundan qo'yish kerak aslida. Komediya qilib. Mana. Qutlug' bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Tabriklaymiz. Qatari bizga ham bo'lsin. Mana Dilshodbek aka mana YouTube'dan yetishgan 1 oylik yanvar oyining daromadini bir qismiga Kia Sonet mashinasini xarid qildilar. Qutlug' bo'lsin. Mana olib chiqaman. Dilshod aka oching endi buni. Oching, tabiiy chiqdi-da. Avval o'tolasizmi? Ha, bu tarafda o'taman, ha. Yo'q, buyursin aka. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizda oldingi patoyda o'qib ketgan o'quvchilarimiz tashrif buyurishgan ekanlar. Mana Said Islomxon aka, bular bizni birinchi patoyda o'qiganlar iyun oyida. Dilshodbek aka, bular bizda dekabr oyida o'qiganlar va hozir bizni ko'rgani kelishibdilar. Xudo xolasa chiroyli qilib, dildan suhbat qilishga harakat qilamiz. Said Islomxon aka, mana siz birinchi patoyda o'qigansiz-da. Nimalarni bilardingiz? Oldin YouTube'da qanaqa xatolarga yo'l qo'ygansiz? Nimalar qilgansiz? Qancha vaqt shug'ullangansiz? Avvalambor assalomu alaykum, Islomjon Soliyevni kuzatib borayotganlar. Men 2023-yilda kirib kelganman. 3 yil bo'ldi. Ha. 2025 gacha sizga o'quv yunimgacha bir 8 ta kanal ochganman. Har bitta yo'nalishda alohidadan 80 tadan 120 tagacha video qo'yganman. Aliendan, Skibidi, Tayleskop, Talkinton, futbol kanali ham qo'yganman. Meni xatoligim qo'ygan videoyimni o'zim ko'rardim. Ko'pchilik shu xatoni haligacha qilishadi. Juda ko'pchilik. O'qishga keladiganlar ham, o'qishga kelganlar ham odatda aytib qo'ygunimga qadar shu xatoga yo'l qo'yishadi. Keyin nomlarini ham o'zgartiraverardim. Har 14 kundagi limiti. Har 14 kunda nomlarini o'zgartirib. Kanal nomini aytyapsiz-da, to'g'rimi? Kanalning nomini o'zgartirib. Kanal nomini o'zgartirish mumkin emas, umuman mumkin emas. Keyin taglarigacha o'zgartirardim. Keyin oxirgi payt o'qigunimgacha shunaqa bo'lgan, bitta kanalga 10 ta taylis qo'ysam, kimdir boshqa yo'nalish qilayotgan bo'lsa, o'sha yo'nalishdan uni ustiga yana bosib ketaverardim. Ha. Xatolik ko'p bo'lgan. Keyin prosmotr tezroq yurishligini hisobini olaydi deb uydagilarni telefonidan ham ko'rib qo'yaverardim. Hattoki 5 ta telefon bo'lsa, 5 ta telefonni o'zim oqtartirib ko'rsam, 5 ta yoziladi prosmotr. Shunga xursandman. Tushunarli. Haligacha juda ko'pchilik shu narsaga hali xatoga yo'l qo'yishadi. Shu narsani mana sizlarga foydali ma'lumot shaklida aytib o'tib ketaman. Sizni YouTube kanalingizga keladigan birinchi prosmotrlar YouTube o'zini rekomendatsiyasi tarafidan kelishi bu eng muhim narsa. O'zingiz qaysidir telefondan qidirib, kanalingizga kirib, obuna bo'lib, o'zingiz videoyingizni o'zingiz ko'radigan yoki qaysidir tanishlaringizga tashlab beradigan bo'lsangiz, o'sha ya'ni YouTube kanalingiz уже tamom degan narsa, уже почти 90% tamom bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, demak, bu yerga kelganingizda Said Islomxon aka birinchi $100 oyiga ishlasam roziman degansiz. Deganman. Chunki men monetizatsiyaga chiqish nihoyatda menga qiyin bo'lgan. Eng qiyin narsa menga soat yig'ish edi. Soatlarni yig'ish juda ham qiyin edi. Obunachi shortdan kelaverar ekan. Lekin soatini yig'ib olish men uchun juda ham qiyin bo'lgan. Men hammani natijasini ko'rib, boshqa gruppalarda ham natijalarni ko'rib, hech bo'lmasam oyiga $100 yetsa ham mayli deb sizga kelganman, aytganman. Bu gapni eslayman. Hozirgacha Dilshodbek aka aytib. Shunaqa, mana hozirgacha mana shu daromadga chiqqaningizdan buyon qancha pul ishlab topdingiz va bir oydan ko'p qancha pul ishlab topdingiz? Eng ko'pi 3600 yechildi. $3600. Hozirgacha qancha ishlaganingizni ayta olasizmi yo? Общий sir bo'lib qolaversin. Sir bo'lib qolsin, lekin bir oyda eng ko'pi $3600 gacha yechganlar. Lekin ma'lumot o'rnida o'sha aytib ketaylik, $100 yetsam ham mayli deganman, niyatni kattaroq yaxshi qilish kerak ekan. Birinchi daromad 2400 bo'lgan. Birinchi daromad $2400. Bu ustoz bilan. Siz bu yerda oldinroq o'qigan bo'lganimda, men yaqinligi uchun, men Marg'ilondanman, Namangan yaqinligi uchun sizni tanlamaganman. Men tanlaganimning eng birinchi sababi odamiylik, ochiq oydin gapirishingiz bo'lgan. Ma'lumot berish, o'rgatish bo'yicha ochiq oydinlik bor.
boshqalarga qaraganda. Bizda xudo xolasa shu taraf bor. Biz hech kimga garantiya bermaymiz. Ya'ni 1 oylik o'qish jarayonida yoki bu yerga kelib 1 oy offlayn o'qiydigan bo'lsangiz ham biz hech kimga garantiya bera olmaymiz. Chunki siz qanaqa o'rganasiz, qanaqa bilim olasiz, qanaqa darajada harakat qilasiz yoki qanchalik darajada tushunasiz yoki kelajakda qanchalik harakat qilasiz, buni biz bilmaymiz. Shu sababli biz hech narsaga garantiya bera olmaymiz, lekin biz maksimal harakat qilamiz va sizni natijaga chiqarish uchun biz maksimal intilamiz. Xo'p. Dilshodbek aka, siz avval harakat qilib ko'rgansiz, mana YouTube'da daromad qilib ko'rgansiz. 1 oyda qancha daromad qilgansiz eng ko'pi bu yerga kelishdan avval? Avvalambor assalomu alaykum. Islomjon kuzatuvchilari, YouTube'ga qiziqadiganlar, YouTube'dan pul topishga qiziqadiganlar. Men bu yerga, ya'ni YouTube maktabiga kelishimdan oldin daromad qilganman. Birinchi daromadim $100 bo'lgan. $100. Said Somxon ham biladi. Bizni birlashtirgan ham o'zi YouTube. Mana shu YouTube'ga bo'lgan qiziqishimiz Telegramdan bir-birimizga mashina qilib, mana hozir qadrdon bo'lib ketdik rosa. $100 yechganman. Keyin $330 yechganman. Ashuna qilib maksimalim $1017 yechganman. $1000 pul ishlab berdim. Ha, $1000 dan jicha ko'proq o'sha ishlaganman. Ishlasa bo'ladi. Keyin mana sizni Instagramdan, YouTube'dan nimalarni kuzatib, siz berayotgan bilimlarni olishga biz ham harakat qildik. Shu yerga kelib o'qidik. Avvalambor bitta narsani aytib o'tish kerak. Bularning o'zlari juda ham harakatchan, tinch o'tirmaydilar. Misol uchun bular ochgan yo'nalishi o'sha vaqtda misol uchun bizga kelib turib o'qiganlarda o'zlari intiluvchan, o'zlari bu yo'nalishni topganlarda, o'zlari topganlar bu yo'nalishni qilib ko'rmoqchiman deganlarda menga misol uchun bu yo'nalish erish tuyulganda, aka qiyin bu narsa desa men qilaman deganlar, o'zlari intilganlar, o'zlari tayyorlaganlar o'sha shablonni. Kanal ochganmiz birgalikda, yuritganlar. Bu yog'imiz shu joyga, ya'ni biz o'quv markazimizga rizq qo'shilgan ekan. Akamiz xudo xolasa mana yuqorida videoda ko'rganlaringdek Kia Sonet mashinasini xarid qilishdi. Tabriklaymiz. Shunday, rahmat. O'shanga duolarini olish maqsadida o'zimiz keldik oldilariga, namanganliklar. Xudo xolasa shunday, bizda natijalar ko'p akalar. Nasib bo'lsa, hozir mana biz doim kameraga chiqib yurmaganimizga ozgina hayajon bo'ladi, ozgina iloji yo'q busiz. Kamera ortida qanaqadir ayblar topish oson, lekin kamerani to'g'risiga o'tirib turib gapirishga kelganda bu ancha qiyin narsa. To'g'ri. Shunday, xudo xolasa bizda natijalar ko'p. Akalarimiz hali davom etyaptilar va Dilshodbek aka mana misol uchun yanvar oyida topgan pullarni bir qismiga Kia Sonet mashinasini xarid qildilar. Bir qismiga. Hali fevral oyi turibdi, butun boshli yil turibdi. U yog'ini o'zlaring hisob kitob qilaverasizlar. O'shanda xudo xolasa hammani baribir o'zini harakati, intilishi, to'xtamasligi, motivatsiyasi yana nimalarga bog'liq, siz nima deysiz? Avvalambor insonda o'zida ishtiyoq bo'lish kerak-da, qiziqish kerak. Har bitta u faqat YouTube bo'yicha emas, nima ish bo'yicha ham ish boshlagan bo'lsa, avvalo o'sha ishga mehr qo'yish kerak. Shuni yaxshi ko'rib, sidqi dildan ishlash kerak deb o'ylayman-da. Masalan, bizda mana shu YouTube'dan ish boshlandimi, erinchoqlik, dangasalik qilmaslik kerak. Intilish, izlanish, o'sha barqarorlik, doim mana shunday serharakat bo'lib, g'oya yaratuvchanlik bo'lish kerak. Birinchi o'rinda shu. Qo'shimchasiga oila bilan ham, ota-ona bilan ham yaxshi bo'lish kerak. O'zini kichik oilasi bilan ham yaxshi bo'lish kerak. Murosa, aka-ukalari bilan hammasi chotki bo'lsa, shunda yana ham plus bo'ladi o'ylayman. Xuddi shu narsa men ko'pchilikga aytaman-da, bu yerga kelganda natija qanaqa bo'ladi desa men aytaman. Men bilmayman natijani. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu sizning rizqingizga bog'liq aka. Ota-onangiz bilan oilaviy muomalalarga ham baribir bog'liq bo'lib qolaveradi. Sizning rizqingiz qanaqaligi, ota-ona bilan yaxshi muomala bo'ladigan bo'lsa, ular sizni to'g'ri chin dildan duo qilishadi baribir. Nimagadir qaramaydi-yu, lekin dilni og'ritmagan bo'lsangiz, boshqa taraflardan agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ishingiz yaxshi yuradi desam, ba'zilar noto'g'ri tushunib qolishadi, lekin baribir bunga bog'liq. To'g'ri. Avvalo rizq qo'shilgan bo'lsa, keyin ota-onam duosi juda ko'p narsani hal qiladi. Men o'sha dekabr oyida o'qigan bo'lsam, ichimizda avtomashina minadigan odamlar bo'lsa, dekabr oyida zapravkalar bekildi, juda yog'ingarchilik bo'ldi. Men juda qiynalganman bu yerga qatnashga-yu, lekin har kuni ota-onamning oldiga kirib duo qilinglar deb duolarni olib chiqib,
kelib harakat qildik. to'g'ri. Harakat qilsangiz Alloh berar ekan. Shunday. Mana aytib o'tish kerak, bular siz 10-dekabrda boshlagansiz o'qishni, to'g'rimi? 10-dekabrda boshlaganmiz, akamizga shu yerda kanal ochganmiz. 31-kuni monetizatsiya qo'shilib, birinchi kun pulni ko'rganlar. Ko'ringan pul? Ko'ringan pul 31-kuni. Birinchi kuni qancha ishlagansiz? Birinchi kuni buni ayta olaman. $491 ishlaganman. Bitta kunda birinchi kuni 31-dekabrga to'g'ri kelgan. Shuni men yanvar oyida yechib olganman. Bir kunda $491 va 31-kunga bu, ya'ni yil yakuniga podarka bo'lgan. Dekabrda ishlaganliklari uchun birinchi kunda yechganlar-da. Yanvarni nimasi 25larida yechganlar-da. Mana hozir yanvar oyi ishlab topgan pullarni fevralda 25larida yechdilar va kesaniyat mana shu narsani xarid qildilar. Endi shunaqa YouTube'da davomli pul ishlab topsa bo'ladi, faqat o'sha yuqorida aytilgan gaplar. Endi biz lekin mediada yo'qmiz. Mana hozir misol kamera oldida gapiryapmiz, lekin hayajon bor. Menda ham bor, bularda ham ozgincha hayajon bor, baribir. Lekin biz mediada natijalar ko'rsatmaymiz. Nimaga? Qarang. Misol o'zlaringdan ham chiqdi-da bu narsa. Avoling video foydalanamiz, misol uchun degan narsada mediada yo'qmiz. Misol uchun siz aka Hazakam misol bir kunda $490 biz ko'rsatmaganmiz, biror marta olib chiqmaganmiz, to'g'rimi? Yoki mana akamiz kuniga manuncha pul topyaptilar deb turib ko'rsatmaganmiz-da. Orada bir marta screenshot tashladik. Bir kunlikda $1575. Rekord. Rekordimiz bizni misol uchun o'quvchilar orasida 1500 yo'q 1300 qancha dollar edi shu? 1300 edi. $1300 shunaqa edi. $1300 bir kunda topilgan pul bo'yicha rekord edi. Bular shu rekord turdilar, $1575 bir kunda. Misol uchun bir kunda. Lekin biz u narsalarni olib chiqmaymiz. Qanaqadir misol uchun bizda 20 ming 30 ming aktiv bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatishga arzimaydi deb hisoblaymiz. Va odatda katta natijalarni ham olib chiqa olmaymiz. Shunga bular bilan hozir intervyu qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Shunaqa gaplar. Sizlar mana hozir yangi YouTube boshlayotganlarga nima tavsiya berasiz? Chetga chiqib ketishyapti. Kimdir taksilik qilyapti, halol, yaxshi, misol uchun halol daromad topishyapti, lekin osonroq yo'llarni harakat qilish kerak edi, to'g'ri? Bu yerga kelib kimdir o'qimoqchi bo'lsa, nima tavsiya berasiz? Bu bilimga tikilayotgan investitsiyami yoki shu yerda daromad qilib chiqib ketish uchunmi? Nima deydi? O'zini bilimiga tikilayotgan investitsiya, buni o'rganib yaxshilab o'zini ustida ishlaydigan bo'lsa, hech kim uni tortib qo'ya olmaydi buni miyasida. Shunday. Asosiysi yaxshilab montajni qilishni o'rganish kerak. Birinchi o'rinda 70% montaj, 30% YouTube. Men shunaqa deb maslahat qolgani sababi qilingandan keyin Allohdan bari. Lekin sifatli darajada yaxshilab zo'r video tayyorlashni o'rganish kerak. Raqobat katta YouTube'da. Shunday. Borgan sari mana 2025-yil 15-iyundan avgustdan boshlab turib YouTube qonunlari qiyinlashib ketgandan keyin mana YouTube'dan oldin olib ishlaydigan kichkina yo'nalishlardan biz umuman voz kechganmiz. Hozirda katta boshqa yo'nalishlar qilyapmiz, professional yo'nalishlar asosan. Va shu yo'nalishlarda ishlab kelyapmiz, nasib bo'lsa. Shunday. O'zi yildan yilga ham YouTube'da siyosati jiddiylashib bormoqda. Sun'iy intellektga bu bog'langan YouTube bu davr talabi ham bo'lib qoldi-da. Sun'iy intellekt nafaqat YouTube'da polniy umuman sun'iy intellekt kerak bo'lyapti. Shunday, shuning uchun hozir YouTube'da bir xavfsiz bitta yo'nalish topib ish boshlash ham hozir ham ayni vaqti asli ayni vaqti yildan yilga qiyinlashib boraveradi. Keyinchalik kirib keladiganlarga ancha qiyinlashib ketadi bu narsa. Hozirgi YouTube 2023, 24, 25-yildagi YouTube emas. Bu paytdagidek hali eng oddiy videoni plyus qilib turib yuklab qo'ysangiz monetizatsiya beraveradigan YouTube emas. Hozir ijodkorlik talab qilyapti, haqiqiy mehnatkeşlik. Ijodkorlik, intilish talab qilyapti va insonni, ya'ni ijodkorni o'zini ovozi yoki yuzi qatnashishini talab qilyapti YouTube. Qisqacha qilib aytadiganda hozir ustoz ko'radigan davrlar keldi-da, ustoz bilan ishlab mustaqil o'zi natija erish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Ustozsiz prosta 2 yil vaqtni o'tkazib yuborganman. Siz misol uchun ba'zi insonlar aytadi, YouTube'da bu ma'lumotlar bor, o'zing ham topib ishlaysan, o'zing ham harakat qilsang, qidirsang chiqadi. To'g'ri, bu to'g'ri fikr. Lekin siz vaqtingiz yutkazasiz xolos. Siz misol uchun YouTube'da 1 yilda o'rganishingiz mumkin bo'lgan bilimni biz bu yerda 1 oyda o'rgatib chiqaramiz va siz 1 yil ichida YouTube'da o'rgangan bilimingizni ham 100% bilmaysiz. Bu aniq 100% shu narsa to'g'ri va noto'g'ri deb bilmaysiz. Lekin biz bu narsalarni bu yerda 1 oyda o'rgatib chiqarib olishga harakat qilamiz maksimal. Hammalaringga Namangandagi YouTube Schoolga kelishni tavsiya beraman. Mana akalarimiz ham shu narsani tavsiya beryaptilar.
Kelsanglar xudo xolasa ko'rishamiz, gaplashamiz, o'tiramiz shu yerda suhbat quramiz. Islomjon yana bir gapni qo'shimcha qilib aytib ketsam, men endi shu pullarni olganimdan keyin qo'limga ba'zi bir insonlarda jicha noto'g'ri fikr ham bo'lib qolganda, bu o'zi halolmi, harommi, shu masalaga oydinlik kiritib ketsak, bu ko'pchilikka qiziq, yangi boshlayotganlarga ham qiziq. Bu halol pul aslida bu hech qanday haromga aralashmagan. Biz mehnat qilyapmiz, ish qilyapmiz, ta'lim o'rgatyapmiz bolalarga har narsani. O'sha haromdan ancha yiroq narsa bu. Yosh bolalarga ta'lim yo'nalishidan ta'limiy kontent bo'ladi. Ta'limiy kontent aslida. Ta'lim, konkretni 100%. Bu hech qanday pul tikilmagan, bir garov o'ynalmayapti yo bir lotereya o'ynalmayapti. Biz mehnat qilyapmiz, bu yerda bilim olyapmiz. Shu olgan bilimlarimizni amalda qo'llayapmiz. Shunday. Xuddi shunday. Mana hozir misol uchun like urishga gapirishadi-da, aka. Like urish haqida nima deb o'ylaysiz? Like. Sun'iy like kommentariy haqida nima deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikringizni ayting shu bo'yicha. Men shaxsiy fikrim men o'zimni shaxsiy fikrim shunday deb o'ylayman-da. Hayotga bog'laydigan bo'lsak, buni bir ham aytganman. Masalan, ko'pchilik qishloqda yashaydi, meva pishdi deylik, mevasini sotgani bozorga olib boradi. Lekin bozorda eng sara joylarini boshqa insonlar egallab bo'lganda, mevasini sotish uchun eng sentralniy zo'r joylarni, sotuv zo'r bo'ladigan joylarni egallab olgan. Biz endi yangi kirib borganlar mevasini sotishga joy qidiradi-ku, bir chekkaroqdan joy qatnov kamroq. Albatta unaqa joyda sotuv kam bo'ladi. Men o'ylayman shu YouTube'ga like urishdi. Xuddi o'sha bozordagi bozorkom deydim, o'shanga jicha pul berib, zborni to'lab, qulayroq joydan joy qilib beringlar menga deydigandek deb tasavvur qilaman. To'ppa-to'g'ri o'xshati, bu ham yaxshi o'xshati. Siz nima deysiz aka? Hop, yo'lga chiqqansiz, danning yo'l. Masofa uzoq. Piyoda boraman siz juda ham anchada borasiz yoki bora olmaysiz. Hamma mashinadaga chiqib ketyapti. Shu like urish ham mashinaga chiqib qolganlar bilan bir xilda ketishi deb harakat deb bilaman. O'sha tenglash. Ikkalamizni ham hozir misolimiz keltirgan xulosamiz juda zo'r bo'ldi. Aslida shuda mevangiz zo'r bo'lsa mahsulotingiz, bir chekkada o'tirib olsangiz, uni hech kimga sota olmaysiz. Uni bozorda o'rtasiga o'tirish kerak. Buning uchun jicha shu bozorkomga zbor to'lab zo'r joyga joylash kerakki, shu mahsulotimizni o'tish kerak. Mana bizning fikrimiz shunday. O'xshatishlar to'g'ri bo'ldi. Bizning fikrimiz like nakrutka haqida shunday. Kimdir noto'g'ri tushunadiki, harom bu, boshqa narsa. Endi ko'ngil chopmasa qilmas. Algoritmga signal xolos bu. Signal xolos, tamom. Boshqa narsa emas. Misol uchun bular yoki biz menimcha podpisчигimiz bor, domla aytganlar-da. Mana buncha biz prosmotrimiz bor deb turib, soxtaligi tashqi reklama olib, hech kimga reklama sotilayotgani yo'q. Bu shunchaki videoingizni prodivgat qilish uchun, Abror domla aytgandek, xuddi Instagramda target yoqiladi-ku, videoni rekomendatsiya qilish uchun. Shunga o'xshagan narsa deb aytiladi. Imенно shu narsa ham to'g'ri. Target bilan bir xil desa bo'laveradi. Xuddi shunday. Do'stlar, hammalaringga YouTube bilan shug'ullanishni, aynan menda o'qimasangiz ham qaysidir bitta yaxshi ustozni topib, YouTube'da bilim olishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Bu sertifikatda ism familiyamiz yozilgan bizgami bu? Shu joyda boshqa keyin so'ramiz. Shuni qo'yish kerak aslida. Komediya qilib. Do'stlar, hozir mana akalarimizga sertifikatlarni topshiramiz. Mana Dilshodbek aka sizga, mana Sayslom aka bu sizga. Ustoz tanlashda adashmanglar. Marg'ilonliklar Namanganga bosinglar, YouTube'ga qiziqsalar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Bergan bilimingizga rozi bo'ling. Salomat bo'linglar, kamchiliklarga rozi bo'linglar.